Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazimizga xush kelibsiz. Taraqqiyot va ta'lim media platformamizni kuzatishda davom eting. Men Zahirov Maqsud Muradillayevich, Janubiy Koreyaning Wusong universiteti Solbirch xalqaro biznes maktabida magistraturani o'qib kelganman. Hozirgi kunda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti buxgalteriya hisob kafedrasida ish faoliyatini olib bormoqdaman. Mana 2025-yil oktyabr oyida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazida buxgalteriya yo'nalishi bo'yicha malakamni oshirdim. Malaka oshirish jarayonida sizga ma'qul kelgan taraflari nimalardan iborat? Ushbu tarmoq markazida malaka oshirish men kutgan kutilmalardan ancha yuqori natijalar berdi. Ayniqsa o'sha yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi, unda qo'yilgan ustuvor yo'nalishlar, korrupsiyaga qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan ishlar, ta'lim tizimini isloh qilish, ayniqsa uni raqamlashtirish bo'yicha olib borilayotgan chuqur islohotlar, tub o'zgarishlar haqida ko'p bilimlar oldik. Shu bilan bir qatorda hozirgi kunda o'sha pedagogik xodimga qo'yilayotgan o'sha kompetitiv talablar, pedagogik kompetensiyalar, pedagogik mahorat va qo'llanayotgan oxirgi o'sha pedagogik texnologiyalar haqida chuqur amaliy bilimlar oldik. Bundan tashqari o'sha ta'lim tizimini raqamlashtirish bo'yicha qo'llanilayotgan o'sha ilg'or platformalar, u haqida ma'lumotlar oldik. Bundan tashqari innovatsion va ilmiy jarayonni jadallashtirish bo'yicha qo'llanilayotgan o'sha yangi programmalar, ayniqsa o'sha Stata programmalari, ularda o'sha amalga oshirilayotgan turli xil testlar, Arima modellari, Shapiro-Wilk testlari kabi o'sha F testlar, T testlar, bularni o'sha o'rgandik. Bu malaka oshirish albatta bizni malakamizni, pedagogik sifatda mahoratimizni ancha oshirdi. Modul tizimi asosida yangiliklar berib borishdi. Malaka oshirish jarayonida sizga ma'qul kelgan joylari? Bu markazda demak 6 ta modul bo'yicha bizlarga to'liq nazariy va amaliy darslar o'tildi. Birinchi modulimiz bu O'zbekiston Respublikasining taraqqiyot strategiyasi ma'naviy asoslari modulidan o'tdik. Ikkinchi modulimiz bu O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari va korrupsiya holatlarini oldini olish modullari bo'yicha o'tdik. Keyingi modullar bu raqamli kompetensiyalar, pedagogning raqamli kompetensiyalari moduli, keyingisi pedagogning kasb kompetensiyalari va ta'lim sifatini baholash moduli va shular asosida biz modullarda o'tdik. O'zimizga shu bir oy ichida kerakli yangi ilmlarda, yangi pedagogik texnologiyalarda, yangi pedagogik raqamli texnologiyalarda va normativ hujjatlarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish taraqqiyot strategiyasidagi kerakli bo'lgan ma'lumotlarni biz to'liq oldik. Oktyabr oyida malakamizni oshirdik. Juda ham qoniqarli bo'ldi dars jarayonlari. Har bir o'tilgan fan yuzasidan biz juda ham ko'p yangiliklar oldik bu malaka oshirish jarayonida. Hozirgi zamonaviy bilimlar va zamon talabi asosida tayyorlanayotgan o'sha sun'iy intellekt bo'yicha, raqamli iqtisodiyot bo'yicha har bir o'tilgan ustozlardan juda ham biz mamnunmiz. Nega deganda chuqur va yangi bilimlarga ega bo'ldik. Biz juda ham xursandmiz. Bu faoliyatni kelajakda yana davom ettirishda bizni qo'llab-quvvatlaymiz. Сейчас, на данный момент, я являюсь слушателем повышения квалификации при Ташкентском государственном экономическом университете с октября по 1 ноября месяца. Хотелось бы отметить, что повышение квалификации, курсы, которые были произведены, на меня действительно произвели впечатление в плане того, что это необходимая, скажем так, программа, которую должны пройти каждый преподаватель по определенному истечению срока, там 3 года, 4 года. Почему? Потому что новшества, новые программы, новые методики, стили, ведения занятий, новые информационные данные, которые мы узнали на сегодняшний день, они нам помогают в дальнейшем применять эти технологии при преподавании у нас в ВУЗе, как бакалавриата, магистратуры, заочного, дистанционного образовательного учения. Здесь мы проходили обучение по направлению обучения менеджмент, то есть это та часть, которая изучает именно человеческие ресурсы. И даже в дисциплине менеджмента есть одна из функций, когда кадры должны проходить переподготовку, то есть повышение квалификации. Это необходимая вещь. На сегодняшний день здесь, в данном центре, который мы прошли, для себя я открыл очень много. То есть то, что литература
информационные технологические ссылки, которые нам дали преподаватели, которые прошли стажировку обучения за рубежом, нам дали очень много нового. То есть я на сегодняшний день действительно искренне благодарен преподавательскому составу, директору комплекса и всем преподавателям, которые к нам заходили на занятия, давали информацию, за то, что мы получили новые направления по обучению. Если разрешите, я продолжу на русском, так как я являюсь слушателем непосредственно русскоязычного направления повышения квалификации, направления бухгалтерский учет. В результате программы повышения квалификации нами были углублены знания в области бухгалтерского учета, аудита, в области развития научно-инновационной деятельности, также основы духовного общества, стратегии развития Узбекистана, информационных технологий. И мы получили практические навыки, которые необходимы не только педагогической нашей деятельности, но и нашей научной деятельности. Если подытоживать саму программу, она очень способствовала нам именно углублению, развитию наших и знаний в области информационных технологий, и в области бухгалтерского учета. Они позволили нам еще изучить компетенции, то есть методические компетенции в области преподавания, что все в итоге окажет качественное влияние в нашей выполняемой деятельности.